Bizda ham mashhur diskani shunaqa qopga olib o'tsak, mana turishini o'zlaring baho beringlar. Odamni o'ziga jalb qiladi. Qay darajada sifat, mana. Nimaga biz sifat deyapmiz? Nimaga? Bizni oldin rediskaga raqobatimiz yo'q edi. Oddiy tashlaqni o'zidan bir kunda 10 furadan 15 furaga rediska chiqib ketgan. Namanganning Cho'ja degan joyidan 10 fura 20 fura chiqib ketgan. To'ytepadan kuniga Toshkent To'ytepasidan 10 fura chiqib ketgan. Hozirgi kelsak tashloqdan yetib borsa 15 fura chiqadi yo 20 fura bitta sezonda. Biz bir kunligini gapirdik. Namangandan 15-20 fura. 200, 300, 400 furagacha rediska chiqqan. Nimaga? Bizga raqobat ko'paydi. Oddiy bir rediska misolida ko'raylik. Endi mana holat to'g'riga hech achinarli turibdi. Mana. Tovarni vid yo'q-da, tovarni vid bo'lish kerak. Bundan 4 tonna sotdim. Bundan 4 tonna sotdik. Bir mushuk lekin bundan sotganman. Bundan sotolmayapsiz. Bir mushuk sotmadim bugün. Mana bundan ketyapti. Bugün 4 tonna. Buni narxi nechi pul? Bu 230 so'm. Buchi Buni beraman kelganida. 100 so'm bormi? Yo'q, beraman. Mana akalar ko'ryapsan farqi. Bitta yana tushuntiraman. Iltimos qilaman. Iltimos. Gapni to'g'ri tarafdan ko'raylik. Tovarni vidga ishlaylik.